Richardning hikoyasi namunali fuqaro Richard bilan tanishing. U namunali fuqaro edi. Doim tejaydi. Murakkab foizning kuchiga ishondi va kichik xarajatlardan qochdi. 45 yil muhandis bo'lib ishlab, eski mashina haydadi va har yili jamg'arma hisobini maksimal darajada to'ldirdi. Do'stlari sayohatga chiqqanda u pulini investitsiya qildi. Richardning fojiasi: ishlatilmagan boylik. 65 yoshida Richard $2,5 million bilan nafaqaga chiqdi. Ammo 2 yil o'tgach, u og'ir insultni boshdan o'tkazdi va 5 yil davomida kasalxonalarda yotdi. 70 yoshida vafot etganida bankida $2,800,000 bor edi. Jamiyat uni muvaffaqiyatli deb bildi, ammo aslida bu bir fojia edi. U foydalanmagan pullari uchun 10 minglab soatlarini qurbon qildi. Nol bilan o'ling falsafasi. Mening ismim Oybek va bugun biz nol bilan o'ling deb nomlangan bahsli falsafa haqida gaplashamiz. Maqsadingiz o'lguningizcha boylik yig'ish emas, balki hayot oxirida bank hisobingizni aynan nolga yetkazish bo'lishi kerak. Agar ortiqcha pul qolsa, bu siz bepul ishlaganingizni va bolalaringiz bilan o'tkazishingiz mumkin bo'lgan vaqtni boy berganingizni anglatadi. Pul bu hayotiy energiya. Pul bu shunchaki maqsad emas, u hayotiy energiyaning saqlangan batareyasidir. Siz pul topish uchun cheklangan vaqtingizni sarmoya qilasiz. Agar siz 2000 soat ishlab topgan $100,000 sarflamasdan vafot etsangiz, hayotingizning 1 yilini shunchaki ekrandagi raqam uchun qurbon qilgan bo'lasiz. Pulning foydalilik egrisi, utility curve. Biologik jihatdan $1 qiymati har doim ham bir xil emas. 25 yoshli yigit $10,000 bilan Shvetsariya Alp tog'larida chang'i uchib, hayotining eng baxtli davrini o'tkazishi mumkin. Ammo 85 yoshli odam uchun bu pulning foydasi juda past, chunki u endi chang'i ucha olmaydi. Qarigan sari pulni zavqqa aylantirish qobiliyatimiz pasayadi. Salomatlik, vaqt va pul muvozanati. Hayotda 3 ta o'zgaruvchi bor: sog'liq, vaqt va pul. Yoshlikda sog'liq va vaqt bor, lekin pul yo'q. O'rta yoshda pul va sog'liq bor, lekin vaqt yo'q. Keksalikda esa pul va vaqt bor, lekin sog'liq yo'q. Shuning uchun iste'mol qobiliyati eng past bo'lgan 80 yoshlar uchun haddan tashqari ko'p pul yig'ish mantiqsizlikdir. Pul tugab qolishidan qo'rqish, sug'urta va annuitet. Ko'pchilik keksayganda puli tugab qolishidan qo'rqadi. Buning yechimi ko'proq pul yig'ish emas, balki sug'urta va annuitetlardir. Sug'urta kompaniyasiga ma'lum bir mablag' berib, umringiz oxirigacha oylik to'lovni kafolatlashingiz mumkin. Bu sizga qo'rquvni boshqarish va hayotingizdan yoshlikda zavq olish imkonini beradi. Meros masalasi. Farzandlarga yordam. Farzandlaringizga merosni siz vafot etganingizda, odatda ular 60 yoshda bo'lganda emas, balki ular hayotini qurayotgan 30 yoshlarida bering. 30 yoshda bu pul uy olish yoki biznes boshlash uchun hayotni o'zgartirishi mumkin. Ularga sovuq qo'l bilan emas, balki hayotligingizda issiq qo'l bilan yordam bering va ularning quvonchini o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Xotira dividendlar. Memory dividends. Tajribalar shunchaki o'tib ketuvchi lahzalar emas, ular aktivlardir. Biror bir ajoyib sayohat yoki tajriba sizga butun umr davomida dividend to'laydi. Har safar o'sha xotiralarni eslaganingizda yoki rasmlarni ko'rganingizda zavq olasiz.
Tajribani qanchalik erta amalga oshirsangiz, undan olinadigan umumiy zavq shunchalik yuqori bo'ladi. Vaqt chelaklari. O'limdan oldin qilinadigan ishlar ro'yxati o'rniga vaqt chelaklaridan foydalaning. Hayotingizni 5 yillik davrlarga bo'ling. Changga uchish 30-40 yoshdagi chelakka tegishli. Kitob o'qish esa 70-80 yoshdagiga. Imkoniyatlar oynasi abadiy ochiq turmaydi. Shuning uchun vaqtni to'g'ri taqsimlang. Boylikni kamaytirishni boshlash. Decumulation. Ko'pchiligimiz pul yig'ishni bilamiz, lekin uni qanday sarflashni bilmaymiz. Psixologik jihatdan boyligingiz 40-50 yoshlarda o'sishdan to'xtashi va kamayishni boshlashi kerak. Agar 55 yoshda ham boyligingiz oshayotgan bo'lsa, siz hali ham tekinga ishlayotgan bo'lasiz. O'yinni yutdingizmi? Unda to'xtashni biling. Tirik qolish raqami. Survival number. Sizga hayot oxirigacha kerak bo'ladigan minimal summani hisoblang. Undan ortiqcha bo'lgan har bir dollar bu sarflanishi yoki boshqalarga berilishi kerak bo'lgan iste'mol kapitalidir. Bugun vafot etsangiz, bankdagi o'sha 50 ming dollar siz o'zingizga ruxsat bermagan tajribalarning haykali bo'lib qoladi. Xulosa: nol bilan va afsuslarsiz o'ling. Richardning fojiasi u o'lganida emas, balki u kelajak uchun yashab, o'z hayotini kechiktirganida edi. Hayotning maqsadi hisobingizda eng yuqori raqam bilan o'lish emas, balki o'yinni zavq bilan o'ynashdir. Xotiralarni yig'ing, tajribalarga sarmoya qiling va dunyodan nol afsus bilan o'ting.